Shahloxon, naskizni ham bering, kirlarga qo'shib yuvib qo'yaman hammasini. O, rahmat. Endi o'zim. Oy. Oh, biram приятный, shunday Chanel Armani hijolat. Nima yanga? Naskilaringizdan o'zim. Shahloxon, kiyimlaringizni bering, dazmollab beraman. Oy, bu kiyim emas, qor parchasi. Momiq Pro Max. Ibi Shahloxon, sochlaringizni yuvdingizmi? Ha. O'zim aynalay, keling quritib beraman. Rostdan. Ha, Ibi, soch emas, bu Rapunzelda arqoni. Tinroq yanga. Hayda. sen bilan bo'lgan xotin. Ibi Shahloxon, dalaga ketyapsizmi trenirovkaga? Keling, sumkangizni o'zim ko'tarib olib borib kelaman. Undan ko'ra eshakchaday minib oling o'zim. Qani? Voy, qayerga keldik? Chiqib gapirdi, yuring qani. Ana ber yanga. Toshkentku. Bashkent turar joy majmuasi. Ibi Shahlojon. Gapni eshiting. Beroz aksiya bo'lyapti. 7-8 mart kunlari 100% to'lov bilan xonadoncha xarid qilgan ayollarga 6 xil texnikani shundoq berib yuboryapti. Ibi bilaman. Undan tashqari barcha xaridorlar uchun Ramazon oyi aksiyalari bor. 12, 18, 24 oylik muddatli to'lov. Boshlang'ich to'lov 20% dan boshlab. Masalan, bir xonali xonadon uchun boshlang'ich to'lov 64.500.000 so'm. Har oylik to'lov 4,5 million so'm bir xonalilar uchun, 5,5 million so'm ikki xonalilar uchun, 6,5 million so'm uch xonalilar uchun. Hatto muddatli to'lovda ham 21% gacha chegirma. Xonadon xarid qilishingiz bilan Ramazon aksiyasi ishtirokchisiga aylanasiz. Sovg'alar esa 2 kishilik umra safariga yo'llanma, 2 ta Damas avtomashinasi va ko'plab maishiy texnikalar. Ha, shunaqa. Shuning uchun men ham shuni aytaman. Yaxshi yangi bo'lganingiz uchun, kirlarni yuvganingiz uchun shu yerdan bitta uy oldik sizga. Rosta. Ha, men sizga uy sovg'a qilyapman. Menga uy. Siz oldingizmi? Shahloxon, asal singlim o'zimni rahmat. Azmaydi. Bilasizmi? Bir kirlaringizni yuvaman, naskilaringizni yuvaman, hamma narsani. Ha, boring, uylaringizni ko'ring. Baribir pulni eri to'laydi, bechora yangam xabari yo'q.